Ey, gapni ochiq qilsam-da. Ha? Boyi men xalq doktorxonasida degan edim-ku. Seni yerimkin izledim Cuma men. Xalq doktorxonasi yon tarafda turmamdi. Telefon so'zlashganda gapni ochiq anglab qo'y, bilamdi. Ha? Bu yer nima ish qilyapsan? Bu oshxonni ijaraga olib, Arsalda gul atganchi bilan Vali turmil sotaman. Seningcha bo'lamdi ekan? Nima ish qilib jon tanlaysan? Yon tarafda doktorxona bor, odam ko'p. Sodam yaxshi bo'ladi. Sodisi yaxshi bo'lsa, sen o'tinib beraman. Voy bo'ldilar. Puling bormi? Yo'q. Senda bormi? Men Bakan chiqira, ko'rib oldim. Boyli taqatga mukofot bo'ladi. Tez chiqira. Rahmat sana. Pek yaxshi bo'ldi. Yura, tabriklab kiraylik. Kavob yeb, aroq ichaydi, ha? Yura. Bormayman. Voy, uncha ko'p pul ketmaydi. Hey, men bu pulni sana do'kon ochsin deb berdim. Aroq ish deb bermadim. Aynurning degani to'g'ri ekan, Juma. Sen haqiqatan ishonchsiz ekansan. Nima deding? Ishonchsiz ekansan. Men ishonchsiz bo'lib qoldimmi? O'zing yulg'on kopi yegim bor degan eding-ku. Seni boshlab operay deb qo'ysam, ishonchsiz bo'lib qoldimmi endi? Ha? Hozir emgakchilar ulgusi bo'lib ketding. Meni ko'zga ilmas bo'lib qolding. Sana deb qo'yay. Do'kon ochadigan pulni bog'u, shuji qarz oladigan yo'lini qilib qo'ydi. Bu pulni ishlatmayman. Pulingni bog'u, ip ketay. Bunda qilma, birodar. Yo'qla, ko'zimda yo'qla. Menga. Voy, akam bilan qaringiz bo'lmasin. Yaqinda akamning sodisi yaxshi emas. Shunga jiddiylasib qoldi. Yo'q, u meni kavob yegila apamoqchidi. Gapim sal ig'ir ketibdi. Voy, hech qisi yo'q. Akam undaq ichtarlardan emas. Yo'q, men ushaq jonivorlarni yemadim. Bo'ldi, siz qaytib turing. Bevosita taqitib yezimizdagi mahsulotlarni tashviq qiladigan vaqtim bo'ldi. Shuncha vola ko'p ishlarni qilib, yana muallim bo'lib, bevosita taqitib armamsiz. Harmayman. Sizdan bir savol so'ray. Men chiroyliqmi? Albatta chiroyliq. Undaqda bevosita taqitishni men qilishim kerakmi? Undaqda ansirmay qaytib ketdim. Bo'ladi. Amsa ko'proq qaynoq suv iching. Ma'qul. Xo'sh.